Abdurahim. Voy. Nimalar qilib yuribsiz? Siz foydaliroq ish qilsangiz bo'lmaydimi? Telefon kelavermay. Bitta savol chiqib qoldi telefonda. Ha. Ishlatsa-yu, ishlatmasa, sarflasa-yu, sarflamasa, tugaydigan narsa bor ekan. Suv desam, ishlatmasangiz tugamaydi. Ha. Pul desam ham ishlatmasangiz turaveradi uyda sondiqda. Hayron bo'lib, nima ekan deyapman-da. Ha, buni ustozimizdan eshitdim. Ha. Xuddi shunaqa qilib savol berishganda javob beradilar. Bu umr dedilar. Umr bor vaqt. Ha. Xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham tugab ketishini xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham bu tugaveradigan narsa umr ekan. Bu umrda xohlasangiz yaxshilik ishlating, xohlasangiz yomonlik ishlating. Uni farqi yo'q ekan. Tugaveradi bari. Ha, shuncha. Bo'ldi, shuni nima pitichka qilib qo'y shunga. Mana shu belgilab qo'ying o'zingiz. Aytda savol turibdi. Ha, manimi? Ha. Umr deb. Umr, ha, to'rtta harfli Ha, umr. to'rtta harf ekanda. Bo'ldi. Tushmayapti o'zi. Belgilab qo'ydim. Ya'ni nima? Baliq ham ilashib qolgandir, yuring xabar olaylik-chi. Birinchi balig'imiz chiqdimikin? 5 soat qoldi. Voy, 4 soat bor. 4 soat bormi? Asha Agar 3-4 soat uxlab olsa bo'laveradimi? Ertaman saharlikdan keyin. Ha. Kim o'zani uxlab o'tkazsa, savobini tushida oladi deganlar ustozimiz. Hozir baliq chiqsa, shu baliqdan men sizga iftorlik beraman. Bo'ldi. Ha, manzarani qani qayerdan topdingiz? Chiroyli joyda. Va bilasiz, mana joylar oqtab yuraman. O'rta go'zal, o suvlar qani.